Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Farzandim o'lib qoladi. Yordam bering. Sekinroq, namuncha baqir-chaqir qilasiz. Siz bolangizdan boshqa kasal yo'qmi? Hozir qizim o'lib qoladi. Shuna qizimga qarang. Yo, oldin to'lov qiling, keyin qaraymiz. Hozir pulim qolib ketdi. Telefonim bor. Telefonimni zalofga qo'yib Sizlar ko'p cho'rinib yotganingizni qarang, oxirida ehson qilaveringlar deb ketaverasizlar. Ana kassa borib to'lov qilib oldim. to'lov qilaman, bo'lmasaydi. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo. Bolam, meni kechir. Kambag'alligim uchun meni kechir, bolam. Yo'qmi inson qiymati? O'ylab qolaman o'tkinchi olam. Mol dunyo. Voy, assalomu alaykum. Nima bo'ldi bu qizchaga? Vaalaykum assalom. Bandani bular kelishaydi, bularga qaraymizlarmi? Yo'q, bular oldin kassaga to'lov qilishlari kerak. Bu yangimisan deyman. Bularga qaramanglar do'stlar, tashib ko'rishadi. Sotuda badan, tavba qil qo'rq Alloh taftidan. Bu pul inson qadridan ustun emas, tushundingmi? Do'stim, men pulni oling. Yo'q, kerak emas aka. Pul qo'lga kira. Bugun menda bor, ertaga sizda ham bo'ladi. Yoki sizni hozirgi holatingiz bir kun kelib menda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir buni olib, yaxshi kuningizga ishlating. Texnosity firmasi nomidan sizga ehson bu. Chingiraydan. Rahmat. Sen bugundan boshlab ishdan bo'shading, tushundingmi? Senda kerak joyi yo'q bo'ldi. Men bu xo'jayinning ukasi bo'laman. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Tan olaman ko'p narsa bog'liq pulga, sizmayman mayli qarshi oqimga. Kechib ketdi bir chaqa deb og'ir botdi dilga, bor bog'liq narsalar